Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa yangilik 150 kilolik qo'yxonam, 150 kilolik yem mesharkamizda ishlash jarayoni mana to'lib, toshib ishlayapti. Hop, bunda silos, somon, bakkapaya, pichan, yantoq, poxollar aralashtirilgan. Ustiga mablag'angi mana po'x paxtani anaqasi sorti, pastroq sorti. Ketak. Olasana solih hammasi qo'yga yem tayyorlayapmiz. Dolasa yem tayyormi, to'kishga tayyormi? Ishlashi ko'rasizlar. Boshlangan holatda apparat bez reduktor bo'ladi. 3 kW 1,5 minglik оборотный motor, через reduktor shkip, shesterni. Bular как reduktor vazifasini bajaradi. Ammo tirillab turishiga shesterlarga atraf o'tkani shprisdan haydab qo'yilsa, ovoz pasayib ketadi. Dolasa yem tayyor. Ko'raveramizmi? Tayyormizmi? Ochib olaver. Ketdi mana bu. Mana tayidan olingda, faqat tutmang. Mana tayiga tutib turing deb tortsangiz, o'zi tushaveradi. Gururlar to'k boradi ichida yemini bir pasda, nolasa. Tushgan yemni mana ko'rishlar mumkin. Hamma joyida hamma narsasi bor. Hamma yo'g'ini tekisda aralashgan. Bo'ldi, o'chiravering. Uncha tayida qolgani bo'ladimi, qo'lda tortib olinaveradi. Mana yemni ko'raverasizlar. Har bitta burchagida hamma narsa aralashgan, teng taqsimlangan. Xolasa yemlarni sifati a'lo bo'ladi. Qo'ylarga ham, mollarga ham ish berish anaqasi yaxshi bo'ladi xolasa. O'rta hisobda 5 minut 7 minutda bitta yem tayyor bo'ladi ichiga solinganda, aralashtirganda. 150 kilolik yem meshalka 220 ga ishlayapti mana. Agar videoda aytmagan ma'lumotlarimiz bo'lgan bo'lsa, tushunmagan savollaringizni pastga telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, o'zlaringga qiziqtirgan savollarni berib javob olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar. Rahmat.